Shovot tumani markazida Az-Zamaxshariy ko'chasida Miskor qurilish mollari do'koni bor. Endi bilasizlar, hamma hozir har yerda qurilishlar bo'lib yotibdi. Yangi imorat boshladingizlar, boshqa remont boshladingizlar. Uylaringizda baribir shuncha rasxod chiqib turgandan keyin qurilishga sizlarga arzon materiallar kerak bo'ladi. Arzon yerda qidirib boshlasizlar. Bugun aynan sizlar uchun men arzon qurilish mollari do'konini topdim, ya'ni Miskor qurilish mollari do'koniga keldik. Xudo xolasa bu yerda qurilish mollari boshqa do'konlarga qaraganda vobshe arzon ekan. İşonmasanızlar o'zlaring kelib baholardan danışib ko'rsangizlar bo'laveradi. Bu yerda uylaringizning remontini, stroykaga taalluqli bo'lgan hamma narsani topsangizlar bo'laveradi. Bu tarafda masjid tarafdan kelsangizlar bo'laveradi. Mana Az-Zamaxshariy ko'chasining masjid tarafdan Ko'na mol bozorining ko'chasidan chiqib turib, o'ng tarafi aylangandan keyin şöyle görün turibdi o'zi. Qurilish mollari bo'ldirib. Bu yerda sizlarga ko'rsatib bergan Voha palov bor. Voha osh markazini yon boshida joylashgan bo'ladi. Videoga birdan yurakchani tinqatib bosib qo'yinglar. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Shovot tumanidagi eng so'nggi yangiliklar, sizlarga kerak bo'ladigan, sizlar qidirib yurgan eng arzon do'konlar, eng yaxshi do'konlarni bizani Shovotliklar Instagram profilida ko'rib boraverasizlar. Berimizga keladigan bo'lsangizlar, uylaringizga lustra kerak bo'ladigan bo'lsa, lustralarni xil-xilisidan topishlaringiz mumkin bo'ladi. Aristollar ham, mana uylaringizga ariston kerak bo'ladigan aristollar ham bor, unitazlar ham shu yerda bor, suvlansizlar ham shu yerda bor ekan. Rakovinalarni aytmasak ham bo'laveradi. Yine her xil turidan bor ekan. Original zamoklarning har xil turidan bor ekan bu yerda. Siz molyarchik usta bo'lasizmi, kerak bo'lsa sug'orchik bo'lasizmi, sizga taalluqli hamma narsa bu yerda bor. Ish qurollarini xohlagan turidan topsangizlar bo'laveradi. Yana bir narsa qolib ketibdi. Har xil turdagi plyuntislar ham bor ekan bu yerda. Podvollar ham chavibimiz bo'lmasa bulardan aytib o'tib ketamiz ekan. Podvollar ham katta bir maydoni bor ekan. Bu yer uchun ham qurilish uchun yana qo'shimcha narsalari bu yerda dumdi qilib yotdi bu yerda. Va shu o'pdim desam bo'ladi bu yerda. Xullas, bizdan obunachilarimiz bu yerda sizga kerak bo'ladigan uy uchun, stroyka uchun kerak bo'ladigan narsa bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani bu yerdan topsangizlar bo'laveradi. Endi birma-bir har bir narsani sizlarga ko'rsatib o'tishga vaqtim kam, nechun desa bu yerda narsalar soni haddan ziyod ko'p bo'ladi. Yana sizlarga bir narsani aytib o'taman, обязательно bu siz uchun kerak bo'ladi. Bizani Shovotliklar Instagram profilida ko'rdim. Shu bizlarda nomimizdan boratan bo'lsangizlar, sizlarga skidkasi bilan yanada skidka qaytib beradi. O'zi bu yerda turgan narsalar hammasi arzon. Yana bizlarda nomimizdan kelatan bo'lsangizlar, yana sizlarga berilib turgan narsalari skidkasi bilan qaytib beriladi.